Assalomu alaykum, Chorvoqda o'tganlik hurmatli obunachilar, do'stlar, bugun sizlar bilan navbatdagi Andijon viloyati Asaka tumani O'zbekiston mol bozorida semiz buqalar ko'rib o'tamiz. Do'stlar, sizlardan bir iltimos, kanalimizga rivoj uchun bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xudo xohlasa sizlarga foydali bo'lgan video qilishga harakat qilamiz. Semiz buqalar narx-navolarni yoritib o'tamiz. Mol buqalarimizni ko'rishlaringiz mumkin, jonivorlar o'ta kuchli tug'ilgan jonivor. Shu buqalarni 137 million savdo bo'layotgandi hali. Qancha bo'ldi bilmadim, lekin o'ta kuchli, yaxshi tug'ilgan buqalar ekan jonivorlar. Vazni ham 700 kilo bosib beradi xudosi. Ablikol, semental, gibrid shunaqa parodalar ekan, hurmatli obunachilar. Ko'rgan semiz buqalar bor, lekin bular egalari yo'q ekan hozir. Tomoshaga ko'rsanglar ularni. O'ta kuchli, yaxshi mollar ekan, semiz buqalardan mana. Hozircha kechroq kelganimizga egalar ketib qoldim, bilmadim. Ayollar orib qolibdi lekin katta buqa ekan bu ham, semental ekan. Semental gibrid. Angus buqalar 61,5 mingdan bo'lyapti ekan mana. Qo'lashlar mollar yaxshi o'rtacha, o'ta kuchli emas, lekin yaxshi tug'ilgan bir xilda. Biroz yog'lari bor ekan mana jonivorlar. Shu buqanizdan 31 million bo'ldi jonivor. 5 kilo atrofida yaxshi tug'ilgan lekin jonivor. Shu 65 mingdan taroziga o'tdi mana. Do'stlar, navbatdagi men sotuvga bo'zamiz ko'rishlar mumkin jonivor. Bu ham shu gibrid paroda mol ekan, mana holatlari yaxshi mana. Orqalari ham mana keng. Yaxshi basib dog'lis kuchli bo'lar ekan, ammo bo'ynlari ham ancha bilinib qolgan, to'shli, yelkali mol ekan. Idilari kichkina, lekin sergo'sh yaxshi buqalar dog'lis. Bu buqamizga qancha narx deyapsiz? 21 million narx aytyapmiz. 21 million narx aytilyapti ekan, bozor 19 tutdi. Siz qo'shsanglar beraveradi. Telefon nomerlari aytib ber. 94lik 103 72 92 shu nomerlar aloqa chiqarasizlar, chiroyli qilib akamiz kelishda beradi. Gibrid bo'zaylar. Bular shu Rossiyadan keltirilgan bo'zaylar ekan, mana holatlari yaxshi, iliklari ham qo'pol, baxsa yaxshi bo'ladigan, xudo xolasa jonivorlar mana. Aka, bular qancha narx aytyapsiz? 25 milliondan narx aytyapsiz. Shu 6 oviga-da. Bozor qancha? Bozor 22,5 shunaqa qilibdi. Hayron qilib o'tdilar ekan. Mana jonivorlar yaxshi holatda, xudo xolasa kelajagi bor. Bundalar ham tikka o'sim bor mollar ekan mana. Aka, telefon nomeri aytib bering. Nechi? 50 015 05 dastaga qo'yarasiz. Dastaga qo'yarasiz. Shu nomerga aloqa chiqsanglar, akamiz o'zi chiroq kelishda berar ekan do'stlar. Nechunlar aytinglar aka? Aka, bular 20 metrdan kam bor. 20 metrdan kam bor ekan shu. Ha, bu yog'ini 20 metrdan kam bor. Shular 27 milliondan kam bor deyapti ekan, mana akamiz yaxshi mollar ekan. Orada sog'lom mana bu. Bozor qancha qildi aka? 25 atrofida qilyapti ekan. Shu 5 olmi? Ha, o nargan bor. Ha, bu shvitlarchi molchi? Sizda emasmi? Sizda emasmi shvitlar? Telefon nomeri aytib berasizmi aka? 94lik 030 0025 ekan, mana mollar berishlarga yaxshi holatda, bo'lsa yaxshi baxsa bo'ladigan mana. Qorasi o'ta kuchliroq mol ekan, mana bu ham aloqa chiqarasizlar. Navbatdagi mana tarixlar shvit bo'zalar. Iliklari qo'pol, juda o'simli yaxshi mollar ekan jonivorlar. Aka, bular savayskiy shvitmi? Savayskiy shvit ekan. Qancha deyapsiz? 25 million deyapti ekan. Bozor qancha qildi aka? 46 qildimi? Ikkovini. 23 dan 46 million tutdi mana. Bular shu 1 yashar atrofida-da. 7 oylik, 9 oylik. Ha, bu 7 oylik, 9 oylik mollar ekan mana. Telefon nomeri aytib berasizmi aka? 91lik 480 74 00 ekan. O'zi dastaga qilib beraverasizmi aka? O'zbekistonda dastaga qo'yib ekan, akamizga aloqa chiqarasizlar.